Ro'za paytida holsizlik bo'lardi. Iftorlikdan keyin qorin ishib ketardi, chunki ko'p yevoramiz, ovqat hazm bo'lmaydi. O'zbekchilikda bu yo'q. Lekin yechimini topdim. Aslida bu shlak toksin chiqazadigan programma ro'za oyida 2 barobar, 3 barobar effekti kuchliroq ekan. Uni tasavvur qilaylik, qanchalik organizm Ramazon oyida tozalanadi. Bu mahsulot esa suv tarkibini o'zgartirib berib, uni yumshoq qilib beradi va undan tashqari ichimizdagi bo'lgan hamma suvlarni tozalab beradi va ishqoriy qilib beradi. Har kuni ertalab turganda kunimiz suvdan boshlaymiz. Buning uchun ko'rolmang bitta sasheni olib, iliq 1 litr suvga solaman va har safar iftorlik bo'ladimi, saharlik bo'ladimi, ovqatdan oldin bo'ladimi, o'sha suvni kamida yarim litr ichishim kerak. Keyingi mahsulotimiz pentakan bo'ladi. Bu mayda tomirlarni ochib beradi, yurakka juda katta podдержка. Bu ham ertalabki suvimizga qo'shamiz va ovqatdan yarim soat oldin ichishimiz shart. 5500 kuchli antioksidant ertalabki suv bilan ichiladi va pentakan bilan birga ikkalasi zo'r energiya beradi. Ovqatim hazm bo'lishi, vitaminlar joy-joyiga borishi, o't pufagimdagi o't suyuq bo'lishi uchun ovqat bilan birga assimilyator bilan litsinni bittadan har safar ichaman. Va oxirgi mahsulotimiz beda o'simligi. Buni 4 ta kapsulani ochib, uxlashdan 1 soat oldin qattiq aralashtirib ichiladi. Buni sinab ko'ring va effektini keyin menga aytasiz.